Ishdagi ishq. O'zbekistonda har ikkinchi kishi hamkasbini yoqtirib qoladi. Yuriy Grigorovich, nega meni tansiga taklif qilmayapsiz? Demak, ashula aytishimami? Sizga yoqqani yo'q-a? Yo'q, afsus. Hech nima yoqmaydi sizga. Qo'yingizni topish qiyin ekan. Baribir topishga urinib ko'raman. O'zbekistonda 900 ta respondent orasida o'tkazilgan so'rovnomada qatnashchilarning 54% kamida bir marta hamkasbiga nisbatan romantik qiziqishni boshdan kechirgan. Shundan 34% holatda bu hislar ikki tomonlama bo'lgan. 13% esa yashirin qolgan. 7% ishtirokchi esa javobsiz muhabbatning qurboni bo'lgan. Ishdagi tanishuv ba'zan to'y-u tantanaga ham ulangan. Ishtirokchilarning 12% ish joyida tanishib, keyinchalik oila qurganini ma'lum qilgan. 41% esa bunday holatni umuman boshdan kechirmagan. So'rovnomaning 42% ishtirokchisi munosabatlar agar ishga xalal bermasa mumkin deydi. 25% esa bunga qarshi. 20% vaziyatga bog'liq deb hisoblaydi. 7% holatda esa bunday munosabatlar mojaro bilan yakunlangan.